özünü ikkinchi o'rinda qo'yish ikki daraja bo'ladi, ikki xil bo'ladi. Ikki xil. Birisi Allohning haq huquqining, Allohning vazifasining, Allohning rizoliqining oldida o'zining haq huquqi, o'zining manfaatini ikkinchi o'rinda qo'yish. İnsan nurg'un ahvollarda o'zining damadliq bu mening foydam yoki mening huzurim deb o'ylab olgan bir bo'lak ishlar bo'ladi. Mushu ishlar Allohning roziligiga zid kelgan, Allohning taklifot buyruqlariga zid kelgan, din ta'limotlariga zid kelgan vaqtida ko'zimizni yumiblan o'zimizning ishni asosan o'rin qo'yamiz. Bu biz bayatni davatgan özünü ikkinchi o'rinda qo'yish islomning buyuk axloqlaridan, iymonning yuqori darajalarining birisi bo'lgan bunga dalil ziddiga ahvoldir. Misol olsak, inson yatimiz, bilasizlar, kechasi Alloh bizga huzur uchun belgilab bergan bir vaqt. Ko'p intayin issiq, ya'ni yotqanmak issiq. Uyqumiz nihoyatda huzurliq, rahat. Muazzin bomdod namoziga azo o'qiyotdi. Endi mushiyada bizning navbatda elayotgan bir huzurimiz var, uyqu huzuri, issiq yotgan huzuri. Allohning bizga buyurgan, bizni chaqirayotgan bir chaqiriqi bor. O'simi namoz chaqiriqi. Dal mushiyada inson o'zini ikkinchi o'rinda qo'yamdi, Allohning rizoligini birinchi o'rinda qo'yamdi. Yoki o'zini birinchi o'rinda qo'yib, Allohning rizoligini keyniga cho'ritamdi, mishada aks etadi. Yotqanni o'rib tashlab, o'rindan turib, tahoratni elib, shu uyqusidan kechib, bomdod namoziga chiqdi. O o'zini ikkinchi o'rinda qo'yib, Allohning rizoligini birinchi o'ringa qo'ygan bo'ladi. Aksi bo'lgan vaqtida o'zicha birden tatlı uykusunu devam qilib oldi. Issiq yotgandan birden chiqmadi, ammo Allohning rizoligini keyniga tashlab, o'zini oldiga qo'yib olgan bo'ladi. Amaliyotda inson biz bilamiz normalda atrofimizda bir odam jiddiy shaklda hayot, ma'matliq ko'z oldidagi bir xiyim xatarni boshqa ap turib, o'zining manfaatini cho'rib turib, boshqalarga yardım qilgan ahvollarni bilamiz. Bir kichik baldan birisi o'stanga tushib ketdi. O'zining eqib ketish ehtimoli bor o'standa, ammo shunda bo'lsa-mu qahramonlik qilib balani qutqizdi. Bu odam shuncha qo'rqinchli qiyaga sakrab tushib, shu balani qutqizib bo'lgandan keyin bu odamdagi huzur, bu odamdagi xushallik cheksiz bo'ladi. Ayni shu shaklda dastlabda bu issiqotgandan qopqon kelmasligi mumkin. Bu huzurliq uyquni uzgun kelmasligi mumkin. Ammo sen shularning hammasini dastlab turib, Allohning rizoligi uchun qopib shu ibodatlarni qilib bo'lgandan keyinki vujudingda tepiladigan huzur uni tasvirlab olmaydi.